Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun marafonimizning 4-kun masalalarini ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Noma'lum uzunlikdagi ikkita DNK molekulasi bor. Biri ikkinchisidan 1,5 marta uzun ekan. Agarda biz ikkinchi DNKga 60 tanin va 25 ta guanin qo'shadigan bo'lsak, ikkalasining uzunligi tenglashgan. Demak, yig'inda bu yerda 85 nukleotid. Tenglashish uchun bu yerda qanchaga farq qilyapti? 0,5x ga, to'g'rimi? Mana shu nukleotidlarimiz bizda 0,5x ekan. X'imiz 170 bo'ladigan bo'lsa, DNK'miz bitta zanjiri 0,75, ya'ni 127,5 nukleotid bo'ladi. Uni 0,4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 43,35 nanometrni belgilashimiz kerak. Ikkinchi masala, xilzotum g'o'zasida urug'lanish natijasida bir necha zigota hosil bo'ldi. Bilamizki, buni tetraploid to'plam o'simlik pastida bunda diploid to'plam 52 ta bo'ladigan bo'lsa, 9360 ni biz 52 ga bo'lamiz. Sababi zigotadagi umumiy xromosoma berilgan. Bu yerda 180 ta zigota bo'lyapti. 180 ta zigota hosil qilish uchun 180 ta markaziy va unga ketadigan spermlar soni ham 180 ta bo'lar ekan. Chunki bularning barchasi birga bir nisbatda bo'ladi. Savolda markaziyga ketgan spermlar soni so'ralgan ekan. Uchinchi masalamiz, tovuqlarda no'xatsimon toj oddiy toj ustidan, patning qoraligi oqligi ustidan chag'damaylik qiladi, havorang giperazigot ekan. Digitalizigot organizmda chatishtirildi. Masalamizda aytyapti, oddiy tojlilar va oq ranglar nisbati kerak. Tak, oddiy toj bo'lish uchun bizda P kichik bo'lishi kerak, resessiv, to'g'rimi? Buning 3 xil holati bor. B dominant gamma-zigota, heterozigota va resessiv gamma-zigota. Ya'ni biz bularni chatishtirib 16 ta farzand oladigan bo'lsak, bularning ichidan 3 tasi bizda oddiy toji bo'lar ekan. B qismida oq patlilar kerak. Oq patli bo'lish uchun bir resessiv bo'lishi kerak. Buni ham mana shunday 3 xil holati bor. Tak. Bu yerda jami hisobda mana shuni to'g'rilab qo'yaylik. Demak, jami 4 ta bizda oddiy tojli bo'lyapti. 4 ta oq patli bo'lyapti. Nisbatini so'raydigan bo'lsa, birga bir nisbatni olsak bo'ladi. 4-chi masalamiz, odamlarda qon guruhining irsilanishi resessiv epistatik genlar ta'sirida Bambi fenom deb ataladi. Bilamizki, kichik genlar bo'ladigan bo'lsa, qanday gen kelishidan qat'iy nazar, har doim birinchi qon guruh chiqadi. Buni biz Bambi fenom deb ataymiz. Tak, birinchi qon guruh namoyon qiladi. Ikkinchi va uchinchi qon guruhli digitalizigota ota-onadan mana jam 16 ta farzand tug'ildi. Bularni fenotiplarini yozib chiqqanmiz. Masalamizda qanday avlodlar olinadi deyapti. Bu yerda 3 ta 4-chi qon guruh, 3 ta 3-chi qon guruh, 3 ta 2-chi qon guruh va jami hisobda 7 ta 1-chi qon guruh chiqar ekan. Tak. Bu fenotip nisbati edi. Endi 5-chi masalamizga qaraymiz. Shimpanze zigotasining nazariy jihatdan 3 ta meridional va 2 ta ekvatorial, mana 2 ta meridional va 2 ta ekvatorial bo'linishdan hosil bo'lgan blastomerlarda bu yerda 32 ta blastomer hosil bo'ladi. Avtosoma xromosom soni kerak. Bilamizki, shimpanze bu odam soni mammonlar va bularda 48 ta xromosom bor. Avtosomasi esa undan 2 ta ekan, ya'ni 46 bo'ladi. Buni bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, 1472 ta xromosom bo'lar ekan. Demak, bugungi kun testini ko'rib chiqamiz. Kapchilonning embrional rivojlanish davriga mos keluvchi to'g'ri fikrni aniqlang deyapti. Birinchi qism. Zigot avval meoz. Bilamizki, zigota har doim mitoz usulida bo'linadi. Meoz degani uchun bir kirgan javob chiqarib olamiz. Bizda hozir javob chiqib ketdi. 2. Hosil bo'lgan gastrollarning hosil bo'lishi hujayra migratsiyasi. Hujayra migratsiyasi bu kavogichli bo'shliq ishlarda bo'ladi. Reptiliyalarda qat-qat bo'lib joylashib bo'lar edi. Shu sababdan 2 yil ham chiqarib olamiz. Hozircha S va D javoblar qoldi. 3. Murtak varakasini endoderma qavatdan miyacha. Demak, nerv sistemasi endoderma emas, ektodermadan rivojlanar edi. Shuni ham chiqaradigan bo'lsak, bu yerda D javob qolyapti. 4. Blastula devori bir qavat hujayrani tashkil topgan. To'g'ri. 7. Blastomerlar mitoz usulida bo'lingan hujayralardir. Bu ham to'g'ri ma'lumot ekan. Ikkinchi savol, Euler-Venn diagrammasi. Tak, bu yerda bir gidrofil, 2 gidrofob molekula kerak. 3 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda glikozid bog'i bo'lishi kerak. Demak, gidrofil degani uchun biz kraxmal chiqaramiz, chunki kraxmal bu polisaxarid, ya'ni gidrofob modda. Endi ikkinchi qismga gidrofil bo'lishi kerak. Tak, gidrofob bo'lishi kerak. Gidrofob bu polisaxaridlar bo'lishi kerak asosan. Tak, bu yerda glyukoza, saxaroza, selluloza. Bu yerdagi biz glyukozani chiqarib olamiz. Saxarozani ham, chunki biri monosaxarid, biri disaxarid. Va bularning barchasi gidrofil birikmaydi.
Shu sababdan buni chiqarib yuboradigan bo'lsak, bu yerda S javob qolyapti. Demak, X qismi laktoza, ya'ni monosaxarid, laktozamiz disaxarid. Bu disaxarid. Galaktoza qilib monosaxarid bo'lar edi. Demak, laktozamiz gidrofil, sellyozamiz bo'ladigan bo'lsa, bu gidrofob molekula. Agarda bu yerda 3 ni beradigan bo'lsa, ya'ni glikozid bog' mavjud deyapti. Rostdan ham bularning ikkalasida glikozid bog' bor. Glikozid bog' asosan disaxaridlarda va polisaxaridlarda bo'ladi. Uchinchi savolga qaraymiz. Nafas chiqarish jarayonida odam organizmidagi qaysi muskul qisqaradi? Demak, 4 boshli muskul, unaqa gap yo'q. Nafas chiqarish jarayonida asosan birinchisi ichki qorqaro muskul qisqarishi kerak yoki qorin muskuli ham qisqarsa bo'ladi. Bu yerda tashqi degan uchun bularni chiqarib yuboramiz. To'g'ri javob bu yerda B variant bo'lar ekan. 4-chi savolga qaraymiz. Karakatitsa va kalmar ko'zi qaysi a'zo o'zgarishdan paydo bo'lgan va ular qanday organ hisoblanadi? Bilamizki, kalmar, karakatitsa, sakkizoyoq bularning hammasi bosh oyoqli mollyuska va bosh oyoqli mollyuskalarning hammasida ektoderma qavatini cho'zilishdan hosil bo'ladi ko'z. Va ikkalasida ham kelib chiqish bir xil bo'lganligi uchun buni biz gamalak organlarga kizamiz. Demak, to'g'ri javob bu yerda A variant bo'lar ekan. 5-chi savol. Nuqtalar o'rniga mos javob kerak. RNK matritsasi asosida komplementar DNKni sinteza oladigan virusning maxsus fermenti, ya'ni teskari transkriptoza yoki revertaza deb nomlanuvchi maxsus fermenti bor. Demak, 5-chi savolga B javobini olishimiz mumkin.